Assalomu alaykum. Bugun jigar sirrozi nima uchun yosharib ketganligi haqida gaplashamiz. Biz bilamizki, jigar sirrozi avvallari faqat yoshi katta, uzoq yillar davomida alkogol mahsulotlarini ichgan yoki uzoq vaqt davomida dori-darmon qabul qilgan bemorlardagina uchrashni kuzatdik. Lekin men hozir bilamanki, hozirgi kunda jigar sirrozi 20-30 yosh atrofidagi insonlarda ham uchrashi ortib ketdi. Buni qatdan bilamiz? Hozirgi kunda jigar ko'chirib olib o'tish operatsiyasi juda ham miqdori ko'payib ketdi va u ancha yosh bemorlarda o'tkazilyapti. Buning asosiy sabablari esa biz o'ylab ko'ramiz, demak, alkogol, gepatit B va C viruslari va dori-darmon. Bu mantiqan o'ylab ko'rsak, lekin bizda ichkilik ko'payib ketmadi, dori-darmon ichish ham ko'payib ketmadi. Va uchinchi sabab qolyapti, gepatit B va C viruslari qolyapti. Gepatit B va C viruslari inson yuqtirgandan keyin bir necha oy, hattoki yillar davomida o'zida bor yo'qligini bilmasdan yurishi mumkin. Uni boshqa odamga yuqtirish uchun esa birorta joyiga tiq tegish kerak. Bular qatlar bo'lishi mumkin. Bular stomatologlar, xirurglar, kosmetolog, sartarosh va shunga o'xshash instrumentlarni, xirurgik yoki instrumentlarni ishlaydigan muassasalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingiz sog'lig'ingiz uchun stomatolog, xirurg yoki kosmetolog va sartaroshga borganda uning instrumentlari sterillanganmi? Shuni haqida biroz so'rab qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu kasalliklarning oxiri o'lim bilan yakunlanadi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.